Larimiz sog'liq qo'y boqishganda qanday tug'dirish jarayonini to'g'richa o'rganmasligi mumkin yoki bilmasligi mumkin. Hozir mana bu qo'yimiz tug'adigan vaqti yetib kelgan. Hozir birgalikda qanday tug'ish kerakligini to'g'ri ko'rsatib o'tamiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring, o'zi tuyoq ko'rinib qolibdi, tayyor. Faqat bir narsaga e'tibor berish kerak. Qo'lni yon qismidan qilib, oyoqlar to'g'ri turibdimi yoki bo'lmasa qorindagi bolani tumshuq qismi oyoqlar bilan parallel ravishda turibdimi? Shunga e'tibor berish kerak. Ko'pincha yoki bo'lmasa kamdan kam holatlarda qo'y orqaga, qo'llari orqaga yoki bo'lmasa boshi yonboshga qiyshayib qoladi. Unda torsalaring hayvon ham qiynaladi, tug'ishga ham qiynaladi. Va alaykum assalom. To'lg'oq boshlagan qancha bo'ldi? Yarim soat, 1 soat bo'ldi. 1 soat oshiqroq bo'lgan, o'zi suv ketib bo'lgan ancha. Qo'yimiz oyoqlari to'g'ri turibdi, bosh qismini ham mana olib kelib oldik. Faqat endi ehtiyotkorlik bilan shikast yetkazib qo'ymagan holatda tepadan pastga qarab tortamiz. Ilojini boricha qo'ylarda yoki bo'lmasa mollarda tug'dirishda perchetka bilan ishlagan ma'qulroq. Sababi turli xildagi kasalliklar hayvonlardan odamlarga yuqib qolishi ham mumkin. Shuning uchun ehtiyot choralarini ko'rib, himoya vositasi bilan ishlagan ma'qulroq. Bismillah. Og'izlarini, burunlarini ilojini boricha shilim-shiqlardan, suv ketib qolishlaridan himoyalash kerak. Shuning uchun orqa oyoqlarini ko'tarib siltagan ma'qulroq. Bola uchun dastlabki nafas, bir marta dastlabki nafas olish juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun og'izlarini, burunlarini shilim-shiqlardan tozalab olinsa, nafas olganda shilim-shiqlar nafas yo'liga ketib qolmaydi. Xudo xolasa qo'zichamiz yaxshi. Turmaymiz. Bir narsaga e'tiborli bo'lasizlar. Yangi tug'ilgan qo'zilar bo'ladimi, yosh buzoqlar bo'ladimi? Sovuqda, qirovlida hamda taglari zax joylarda yotib qolmasligi kerak. Chunki bular organizmi juda nozik hisoblanadi. Hayotini dastlabki kunlardan o'zi shamollashib o'tib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun ilojini boricha issiqroq hamda quruqroq joyda saqlagan ma'qulroq. To'xtab turing. Bunday holatlarda enasini qo'yib yuborishdan oldin yana bir tekshirish kerak. Sababi mayda shoxli hayvonlar ko'pincha egizak tug'ishga moyil hisoblanadi. Shuning uchun bir tekshirib, bor yoki yo'qligiga ishonch hosil qilib, keyin qo'yib yuborgan ma'qulroq. Bo'ldi aka, buni yo'ldoshlar o'tsa-keyin ajraydi pishib, ha? Erta olib bo'lmaydi buni. Sababi ichki qon ketishi kuzatilishi mumkin. Qo'yavering. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Bu qo'yimizda bitta qo'zilari, ya'ni sherigi yo'q, hech qanday ishonch hosil qilgandan keyin qo'yib yuborish mumkin. Onasi bir aylanib kelib bolasini yalab, quritib, hidini olsa, ona bolani bir-biriga bog'liqligi ko'proq bo'ladi. Mana qo'zichamiz xudo xolasa holati yaxshi. O'ziga keldi. Nasib bo'lsa qo'chqorga o'xshaydi. Turmaymiz. Biz sal orqaga o'tib tursak, enasi qo'yapti, keladi.